Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan yana Ustabek Zotbek. Xudo xolasa biz hozir Andijon shahariga yetib kelganmiz. Eski Mashina bozoriga yetmasdan bu tomonimiz Chendan chiqish, Hakan shashlidan chiqish. Bu tomonimiz eski Mashina bozori Sitovoriga yetmasdan Emin zapravkadan o'tgandan keyin shu obyektimizni tunikafon qilib berdik. Bu joyimizni o'sha tunika rasxotimiz 260 kvadrat tunika rasxot ishlatdik. 155 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ko'rishingiz mumkin, fasadlarimizni ichki delarda oppoq qilib berganmiz. Shapkamiz 1.45 chiqqan, tepaga ham 1.45 chiqqan. Qoshlarida 90 gradus aylantirib berganmiz. Fasadlarimizni ko'rishingiz mumkin. Bo'z ichki delarda ideal holatda yonmaslarga joylashtiriladi. Bakovlarida qoshlarimizni ham so'ra aylantirib qo'yganmiz. Xudo xolasa ideal holatda chiqqan. Endi robotxonamiz ichkarisi ham bor. O'sha resalarda ustalarimiz yig'ishtiryapti. Hurmatli obunachilar, robotxonamizni palma fasonda qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, atrofini 12-6 peshana qilib turib, ko'pra fasonda qilganmiz, atrofini aylantirib. O'rtalarimiz palma fasonda qo'ygan. O'ta ideal holatda chiqdi. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Bu yerimiz betonimiz, reglimiz bor, reglimizni o'rab turib, chiroyli qilib olib o'tganmiz. Bu regllarimizni ham o'radik. Bu yerimiz prostoy kaseta qilib regllarimiz bu ustullarimizgacha tunikafonni qilib berganmiz. Ustunlarimiz bu yerimiz butun holatda chiqqan. Bitta restozdan butun holatda 3 metr, 3.18 holatigacha pastgacha bo'lgan. Bu yerimiz ham xuddi shu fasonda bu burchakdan bu burchakgacha 62,5 tunikani buklab 5, 7, 4, 2 qilib buklaganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Burchaklariga ugol yopishtirib chiroyli holatda qilib qo'ydik. O'ta ideal holatda chiqqan. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bu obyektimizni 155 ming so'mdan tunika rasxotiga qilib berganmiz. 0.4 qalinlikda. Hurmatli obunachilar, kimga xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqarasizlar. Pastda nomerlarimiz qo'yib beramiz. Sizlarga sifatli ish muhim bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaring.